O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasida davlat xaridlari elektron savdo platformasida mijozlar uchun yaratilayotgan qulayliklar va amalga oshirilayotgan o'zgarishlar bo'yicha Buxoro viloyati g'aznachilik xizmati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda seminar o'tkazildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasida davlat xaridlari jarayonlarini raqamlashtirish va samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalari muhim o'rin egallamoqda. Elektron savdo platformasining ishga tushirilishi davlat va korporativ buyurtmachilarga xaridlarni to'liq onlayn amalga oshirish imkonini yaratdi. Xarid mobil ilovasi va Farma.uz X platformasi orqali foydalanuvchilar elektron do'kon va auksionlarda tezkor qatnashishi, farmatsevtika mahsulotlarini esa maxsus maydoncha orqali xarid qilishi mumkin. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun tovarlar katalogi, ofertalarni sun'iy intellekt yordamida avtomat moderatsiya qilish, sertifikat va litsenziyalarni axborot tizimlaridan avtomatik yuklash kabi imkoniyatlar tizimning shaffofligini yanada oshirdi. Eng muhim yangiliklardan biri AI chatbot xizmatining joriy etilishi bo'lib, u foydalanuvchilarga real vaqtda qonunchilik, tender tartibi va texnik masalalar bo'yicha tezkor yordam ko'rsatmoqda. Bu xizmat mijozlar bilan muloqotni yengillashtirib, savdo jarayonlarida xatolarni kamaytiradi. Shuningdek, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida UzX Feedback Bot va UzX Anti-Corruption Bot faol ishlamoqda. Ushbu yangilik va imkoniyatlar Buxoro viloyati g'aznachilik xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan seminarda batafsil tanishtirildi. Seminarimizni tashkillashtirishdan asosiy maqsad mahalliy ishlab chiqaruvchilar va davlat buyurtmachilarining davlat xaridlari joriy etilgan so'nggi yangiliklar bilan tanishtirish. Davlat xaridlari elektron tizimi operatorlarini elektron tizimida Farma xarid UzX tizimi moduli yaratilgan. Davlat buyurtmachilari farmatsevtika mahsulotlarini faqat modul orqali sotib olishga kerak bo'ladi. Bundan tashqari, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun elektron do'konda tovarlar kataloglarini shakllantirish mexanizmi sun'iy intellekt yordamida moderatsiya shakllantirish jarayonlari, avtomatlashtirish, sertifikat va litsenziyalash to'g'risidagi jarayonlarni avtomatik yuklash imkoniyatini yaratadi. Buning natijasida tadbirkorlik subyektlari uchun qulay imkoniyatlar yaratiladi. Ta'kidlash joizki, davlat xaridlari elektron savdo platformasini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar sohadagi shaffoflikni oshirish, raqobatni kuchaytirish, budjet mablag'laridan samarali foydalanish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qiladi. O'tkazilgan seminar davlat xaridlari sohasida joriy etilayotgan sun'iy intellekt orqali tizimdagi shaffoflik, tezkorlik va samaradorlikning yangi bosqichga ko'tarilayotganini yana bir bor ko'rsatdi. Birjaning raqamli platformalari, intellektual xizmatlar va avtomatlashtirilgani orqali nafaqat mijozlar uchun qulay sharoit yaratilmoqda, balki davlat xaridlarining ochiqligi va ishonchliligi ham yanada mustahkamlanmoqda. Bu esa sohadagi barqaror islohotlarning amaliy natijasi sifatida ahamiyat kasb etadi.